Assalomu alaykum YouTube ahli. Hammanglar Ramazon bayrami bilan tabriklayman. Hop, bu ishimiz seri pudra akrilda bo'lgan. Razmerlarimizga keladigan bo'lsak, uzunligi 4 metr, balandligi 2,5 metrda bo'lgan ishimiz. Banda stoykalari bor, meva-cheva, chashka, suv, bemalol qo'yib foydalanishingiz mumkin. Tashqi veteriner hisoblar ham selam bo'ladi. Juda chiroyli bo'lgan ishimiz. Bu tomondan ochiq holatda qilib berilgan, uzun narxda taxlagani. Bularimizni keladigan bo'lsak, ustilari egar filmaligini 4 santimetrlik stalish hissasi bo'lgan, orqalari Versace kafelda bo'lgan. Bularimizni suvga moyishi bo'lganligi sabab chiroyli qilib narxda qilib beriladi. Bu yerda ayollar yoqtiradigan suv filkasi. İçlarini ham juda chuqur qilib ikki tashkilot qilib berilgan. Politalarini ham bemalol ancha narsa sig'ib ketadi. Buni yana bir tarafiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ruchkalari temirli ruchka, rezinaviy plastmassa. Buni akrilimiz ham 1.8 da bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, 1.6 da emas. Markum Davuchida bo'lgan. Kimga shunaqa xizmat bilan kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bu ishimizni vodiy bo'ylab dastavkasini 10.500.000 so'mga olib borib ustanovga qilib beriladi. Bu qatorni ko'rib, kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib aloqa chiqib olasizlar.